Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-mart yakshanba 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari ertalab 5-6 larda bozor boshlanadi. Kunduzi 11 gacha, borsa 12 gacha bozor bo'ladi. Bozorga vaqtliroq kelaverasizlar. Bu bozor Qo'qonda bozori bas. Qo'qonda bozori bilan bu bozorning o'rtasida 10 kilometr yo'l masofasi bor. Bu qishloqda joylashgan bozor, Boboshbek bozori shu bo'ladi. Bular nech pul ekan narxi? 90 ming. Bularning narxi 90 ming so'm ekan pachkaga. Donaga nech puldan? 95 ming. Donaga 95 ming so'mdan. Materiali nima buni? HB Markiza. Markiza HB ekan. Donaga pachkaga sotilyapti. 90 ming so'm pachkaga, 95 ming donaga. Shunaqami? Razmeri nechtadan nechigacha? 50 dan 56 gacha. 50 dan 56 gacha. 50, 52, 54, 56 razmerlar. Bunisi-chi? 75 ming. 75 ming so'm pachkaga. Pachka donaga ham shunaqa. Donaga ham shu narxda qilib berishar ekan. Materiali HB, a? Razmeri-chi? Hop, 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gachalik razmer. 48, 50, 52, 54 bo'ladi, razmer. Bu shuni rasvetkasi. Bular miramira. Kim? Pom barqut. Xullas shunaqa material ekan. Tushunmadim to'g'risi ham nomiga nima deganiga. Barqut ekan. Qiyin nomlarini qo'yib oladi-da mana. Bu nech pul? 125 ming so'm pachkaga. 130 ming so'm donaga. Razmeri qanaqa ekan buni? 48, 50, 52 razmerdagilar bular. Xo'p, bu tomonda mana rasvetkalari bor ekan, mana. Xo'p. Bugun biz jonli efir ham qildik-da 2 soatdan oshiq. Shuning uchun mana endi alohida ham video qilib ko'rsatib qo'yapmiz. Bular nima? Jatka. Bular jatka ekan materiali. Bular nech pul? 65 ming. 65 ming so'm pachkaga. Pachkaga. Dona ham shunaqa. Donaga ham shu narxda qilib berishaverar ekan. Razmeri qanaqa buni? 46 dan 52 gacha 4 talik. 46 dan 52 gacha ekan razmerlar. 4 talik ekanda. Mana bunisi ham shuni rasvetkasi. Xo'p, ki bunaqa ishtonchalar bor. Bu ishtonchalaringiz nech puldan bo'ldi? 10 ming so'mdan ishtonchalar. Sizning telefon nomeringiz nechi? 91lik 151 15-19 ga aloqaga chiqaverasizlar. Ana kichkinani ham olib keling, shuni ham ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p, bunaqangi kichkinachalari ham bor ekan. Bu nech pul deyapsiz? 15 ming so'm. Bular 15 ming so'mdan pachkaga. Donaga nech pul? Dona ham shunaqa. Donaga ham shu narxda qilib berishaverar ekan. Telefon nomeringiz yana bitta aytib yuboring. 91. Nomerlari 91lik 151 15-19 ga aloqaga chiqaverasizlar. Shu mahsulotlar kerak bo'lsa, o'sha ishtoncha, kichkina kiyimcha kerak bo'lsa. Dastavka ham bor ekan.